hozir bize tabriklash xizmatimizga keldik. Xudo xolasa o'zimizni Xonkordan Dilshod ota-onalarni tabrikladik. Bugungi shodiyona kunimizni hamma mehmonlardan assalomu alaykum deymiz. Farzandlaringizni nomidan topinkamizda nomu sovg'a salomlardan keldik. Bu hafta sizlar shu yillar farzandlaringizni nomidan keyin Xudo xohlasa yana Shalimov va xalosa zamonlari qahramoni umra safarida inshaalloh sertifikatlarni topshiramiz. Manzilalaringiz muborak bo'lsin. Hamma farzandlaringizga farzandlarni, nevaralarni shovunlar inshaalloh keyingi yil boshqagina safarlarda ishni sertifikatlarni kelib o'tirish nasib etsin. Hammangizga bitta tabriklaymiz. Endi bu bitta bizning emas, o'zlaringiz orasida ko'rsatamiz. Yana kinoda qo'yasizlar. So'zlarni kino qo'ygan sherik. Farzandlaringizni shuni yaxshi oila qurganimizdan hammasiga tashakkur, rahmati. Bizlar shu Dilshod nomidan sizlarni tabriklaymiz. Baxtlaringiz bardavom bo'lsin. Tabriklaymiz. So'zim boshi bismillah, xolis niyatim hamroh, nasib aylasa Alloh. Bu safarda inshaalloh yana bitta odamimiz bor. Bor ekan. Uchinchi tomon. Qarang, uchinchisi kim edi? Topilgani kim uchinchisi? Dilshod otami. Akama. Kim? Akama. Jannatim kalitisiz, otam mening, yelkamda qanotimsiz, onam mening. Jannatim kalitisiz, otam mening, yelkamda qanotimsiz. Uchinchisi ekan. Yolg'iz yuborishni xohlamadim. Hammasi uchun sizlarga bosh bo'lib yurganingizni sizlarga rahmat. Eng shirin tashvishim shu, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman.